Assalomu alaykum hammaga. 28-fevral kuni tushgan birinchi smenada milliy sertifikat yechimlarini qilamiz. Xo'sh, birinchi savolda 50 ta 6 berilgan, 50 ta 5 berilgan. Yig'indisini hisoblash so'ralmoqda. Xo'sh, avval kichikroqdan boshlasak, ya'ni 66 ni 55 ga qo'shsak 1 2 1, ya'ni 121 ga teng bo'ladi. Endi 666 ni 555 ga qo'shadigan bo'lsak 1 2 2 1 ga. Ya'ni agar 6 ta 6, 3 ta 6, 3 ta 5 bo'ladigan bo'lsa, undan bitta kam 2 bo'ladi. Ya'ni n ta 6 bo'ladigan bo'lsa, n minus bitta 2 bo'ladi-da. Keyin ikki yon tarafida birlar bo'ladi. Demak, bu qonuniyat ixtiyoriy marta 6 ni va 5 ni qo'shganimizga teng bo'ladi. Demak, hozir bizdan n 50 ga teng bo'ladi. Ikkilar esa n minus 1, ya'ni 49 ga teng bo'ladi. Demak, 1 bo'ladi, 1 va orasida 2 2 va hokazo 2 2 2, ikkilar 49 da bo'lar ekan. Demak, javob A. Keyingisi ikkinchi misol. Hisoblang deyilmoqda. Demak, hisoblasak 228 bo'lingan 100 ayrilgan 87 bo'lingan 20. Umuman qaraj bersak 228 bo'lingan 100 ayrilgan 400 ayrilgan 35. Ya'ni minus 172 ayrilgan 35 bo'lingan 100. Ya'ni 7 10 207. Minus 207 taqsim 100 ga teng. Demak, mana bu ifodamiz 207 bo'lingan 100 ga teng. Endi shuni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni bo'lishimiz kerak 9 taqsim 4 ga yoki ko'paytirishimiz kerak. Mana shu yerdan yozadigan bo'lsak, minus 207 bo'lingan 100 ko'paytirilgan, demak, bo'lishimiz kerak 9 taqsim 4 ga, demak ko'paytirishimiz kerak 4 taqsim 9 ga. Qisqartirsak 25 ga teng, buni qisqartirsak 23 ga teng. Demak, minus 23 taqsim 25 ga teng. Demak, hozirgi holatda ifodamiz shu joyigacha minus 23 bo'lingan 25 ga teng. Endi buni hisoblab olishimiz kerak. Demak, 4 taqsim 8 ayrilgan 15 taqsim 8. Hisoblasak minus 11 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Endi bu ifodamiz minus 23 taqsim 25 ga teng edi. Minus ishora bor. Minus 11 taqsim 8. Hisoblasak, umuman qaraj 200 ni o'zi 8 ga ko'paytirsak minus 160 minus 24 qo'shilgan 100. Hisoblaydigan bo'lsak minus 60 minus 84, adashmasam shunday bo'ladimi? 160 24 qo'shilgan 100. Minus 60 minus 84 bo'lingan 200 mi? Yo'q. Bu yerda 4 taqsim 11 taqsim 8 ayrilgan 23 bo'lingan 25. Umuman qaraj 200, 25 ga ko'paytirsak 250 plus 25, ya'ni 75 ga teng. Hisoblasak 8 ga ko'paytirsak minus 160 minus 24. Endi hisoblaydigan bo'lsak 275 dan 160 ayiradigan bo'lsak 115 bo'ladi. 115 ayrilgan 24.
bo'lingan 200. Ayirsak 1 bo'ladi. Ayirsak 991 taqsim 200. Endi surat mahrajini 5 ga ko'paytirsak 10lik kasr keladi. 5 ga ko'paytirsak 5, 45 bo'lingan 1000. Bu esa 0,1000 ga teng bo'ladi. Demak, C javob to'g'ri ekan. Keyingisi 3-misol. Oralardagi masofa 275 km bo'lgan A va B shaharlardan bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab mototsiklchi va velosipedchi yo'lga chiqqan ekan. Demak, A va B shaharlar bor ekan. Bu yerda A shahar, B shahar. Demak, bu yerdan mototsiklchi, bu yerdan velosipedchi yo'lga chiqdi bir-biriga qarab. Demak, orasidagi masofa 275 km ekan. Xo'sh, velosipedchi 15 daqiqa dam olgan ekan. 15 daqiqa dam olgan ekan. Demak, mototsiklchi soatiga 50 km. Demak, V1 ni hisoblaydigan bo'lsak 50 ekan. V2 ya'ni velosipedchining tezligi 20 ga teng ekan. 20 bilan harakatlansa, ular uchrashgan paytda mototsiklchi bosib o'tgan masofani toping deyilmoqda. Demak, agar 20 tezlik bilan yuradigan bo'lsa velosipedchi 15 daqiqada qancha masofani boy beradi? Shuni topishimiz kerak. Demak, o'sha S masofamiz 20 ni ko'paytiramiz. 15 daqiqani soatga almashtirsak 15 bo'lingan 60 bo'ladi. Qisqartirsak 3, 5. Ya'ni 5 kilometrga yutqazadi. O'zi tezligi kam, yana 5 kilometrga yutqazyapti. Demak, endi qachon uchrashadi desak, 4 soatda V1 tezlik bilan 200 km masofani bosib o'tadi mototsiklchi. O'sha 4 soatda 20 bilan harakatlansa 80 km bosib o'tadi. Bu velosipedchi. Lekin 5 kilometrga yutqazgani sababli 75 km bo'lyapti. Demak, 200 km yurar ekan bu mototsiklchi, velosipedchi esa 75 km yurar ekan. Sababi 15 daqiqa to'xtagan va 5 km yutqazgan. Demak, javob B. Demak, 4-savol. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 3 + 5 ga teng ekan. To'g'ri burchakli uchburchak chizib olsak. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi 3 + 5 ga teng. Uning bir kateti debdi 133,1/3 foizga, ikkinchisi esa 16,2/3 foizga oshirilsa, hosil bo'lgan katetlar yig'indisi 14 bo'lsa, uchburchak yuzini hisoblaydi. Demak, katetni A deymiz bittasini B deymiz. Demak, A bizga 133,1/3 foizga oshirilyapti. Demak, 1 plus 133 ni 4 ga ko'paytirsak va 1 da qo'ysak 400 bo'lingan 300 bo'ladi. Ya'ni foiz topish uchun yana 100 ga bo'lyapmiz. 3 da 100 ga ko'paytirsak 300 bo'ladi. Plus B ko'paygan 1 plus 16 ni ko'paytirsak 48, 2 ni qo'ysak 50. 50 bo'lingan 300. Shu teng bo'lyapti 14 ga. Hisoblaydigan bo'lsak 400 100 ga qisqartiramiz. Xo'sh, A 1 plus 4/3 yoki shuni birdaniga yozib ketsak, A ko'paygan 7/3 plus B ko'paygan, demak 350 ga bo'lsak 1/6, 7/6 teng bo'lyapti 14 ga. 7larga qisqartirib olsak bu yerda 2 hosil bo'ladi. 2A plus B 12 ga teng bo'lyapti. Demak, bizda hozircha shu tenglik bor. Bundan tashqari Pifagor teoremasi ham bor. Ya'ni A kvadrat plus
b kvadrat teng bo'lyapti 45 ga. Xo'sh, shu sistemani ishlasak, a tenglik 3, b tenglik 6 chiqadi. Ya'ni bu yerda kvadratlari yig'indisi 9 va 36 45 ga teng bo'ladi va yuqoridagi tenglikni ham qanoatlantiradi. Endi esa 100 dan top qo'ysak bo'ldi. Xo'sh, 100 ga 3 ko'paytirilgan 6 bo'lingan 2 ga teng. Qisqartirsak 3 ga 9 bo'ladi. Demak, 4-savol javobi A ekan. 5-savol. Xo'sh, 27 taqsim 8 ko'paytirilgan 1000 bo'lingan 1875. 8 bilan 1000 ni qisqartirsak 125 bo'ladi. 125 ni 25 ga bo'lsak 5 tadan, buni 25 ga bo'lsak 75 ta bo'ladi. Bundan tashqari yana bir marta qisqartirsak 15 bo'ladi. 27 bo'lingan 15, 3 ga qisqartirsak 9 bo'lingan 5, bu 1,4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Demak, C javob bo'lar ekan. 5-savolda javobi. Endi 6-savol. 6-savol menimcha takrorlangan edi. Xo'sh, bu yerdan 6 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 6 ta, demak 6 ta 1. Ya'ni 111 da kvadrati xullas. Va quyida shu ifoda qisqaradi, shuni kvadratligi ma'lum ko'rinib turibdi. 6 ga teng bo'ladi. Yoki hisoblab ko'rsatilgan xuddi shunday bo'ladi. Yoki keltirib chiqarsam bo'ladi. 11 ni kvadrati, 111 ni kvadrati va hokazo deb. Keltirib chiqarsam bo'ladi. Oxirgi raqam bilan ishlasam bo'ladi bunda. Farqi yo'q. Bir necha usullari bor. Xo'sh, 7-savol. Bunda ham hisoblang deyilmoqda. Xo'sh, 6-darajali ildizda 7 minus 2 ildizosti 10. To'la kvadrat ajratsak, bu 6-darajali ildizda ildiz 5, to'g'rimi? Ildiz 5 plus ildiz 2 ning minus ildiz 2 ning kvadrati beradi. Qisqarsa kub bo'ladi. Kubinchi ildiz ostida ildiz 5 minus ildiz 2. Va bu yerda shuni sherigi turibdi. Ya'ni kubinchi ildiz ostida ildiz 5 plus ildiz 2. Ko'paytirsak, kubinchi ildiz ostida ildiz 5 minus ildiz 2 ikkalasining ham kvadratlari bo'ladi. Ko'paytirgan kubinchi ildiz ostida 9. 3 bo'ladi. Kubinchi ildiz ostida 3 ko'ra 9 bu 3 ga teng. Demak, javob B. Xo'sh, 8. Arifmetik progressiya berilgan. Demak, A3 A1 plus A2 ga teng ekan. Xo'sh, keyin bu tenglik ham berilgan. S10 ni hisoblang deyilmoqda. A3 ni yoyib oladigan bo'lsak, A1 plus 2D teng bo'lyapti A1 plus D ga. A bilan qisqartirsak, D barobar A1 ga teng bo'ladi. Endi yuqoridagi tenglikdan ham foydalanamiz, ya'ni A1 plus D, A1 plus 2D teng bo'lyapti 384 ga. Demak, D larning o'rniga A1 qo'yib chiqamiz. A1 ko'paytirgan 2 A1 ko'paytirgan 3 A1 teng bo'lyapti 384 ga. A1 ni kubi 6 ga qisqartiradigan bo'lsak 64 bo'ladi. A1 tenglik 4 bo'ladi. D ham 4 ga teng bo'ladi. Demak, S10 ni so'rayapti. S10 teng bo'lyapti A1, 2A1 plus 9 ta D bo'lingan 2 ko'paytirgan 10 ga. A1 bilan D tengligidan 11D bo'lingan 2 ko'paytirgan 10 hisoblasak 220 chiqadi. Xo'sh, kamayuvchi geometrik progressiya deyapti. Shu tengliklar o'rinli bo'lsa,
Dastlabki 5 ta adadning yig'indisini so'rayapti. Xo'sh, bundan B1 ni chiqaramiz. 1 plus q kvadrat 19 ga teng bo'lyapti. Bundan B1 ning kvadratini chiqarsak, 1 plus q kvadrat plus q ni 4-si teng bo'lyapti 133 ga. Xatma-xat bo'ladigan bo'lsak, kvadratini chiqaryapmiz. Demak, 1 plus q ning kvadrati mahrajda B1 bor. Bundan q ni 4-sidan q ni 4-si plus 1 dan to'la kvadrat ajratamiz. Q ni kvadrati plus 1 bo'ladi. Ning kvadrati minus 2 ta q kvadrat bo'ladi. Plus 1 ta bilan minus q kvadrat bo'ladi. Teng 1/7 ga. 1 plus q ni kvadrati bo'lingan B1. Buni a minus b plus b formulasiga qo'yadigan bo'lsak, q kvadrat plus 1 minus q ga teng. Q kvadrat plus 1 plus q ga teng. Bundan tashqari teng bo'lyapti 1/7 ga. Bu esa q kvadrat. Bu ifoda bilan qisqaradi. 7 tenglik bo'lyapti B1 kara q kvadrat plus 1 minus q ga. Ochib chiqadigan bo'lsak 7 barobar B1 ni q ni kvadratga ko'paytiradigan bo'lsak, b ni B3 paydo bo'ladi plus B1 minus B2 ga. Bu B3 ga teng. Bundan tashqari bunga bog'liq holda yana bitta tenglama bor. Demak 19 teng bo'lyapti B3 plus B1 plus B2 ga. Sistemani ishlaydigan bo'lsak, qo'shib yoramiz. Demak 26 teng bo'lyapti 2B3 plus 2B1 ga. B1 bilan B3 ni hisoblasak 26 bo'lyapti. 26 bo'ladigan bo'lsa 26 2 ga bo'linsa bu yerda 13 bo'lish kerak. 13. Ya'ni 2 ga qisqartiryapmiz. Endi bu ifoda 13 bo'ladigan bo'lsa, B1 plus B3 ning o'rniga 13 qo'yadigan bo'lsak, B2 6ligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni B2 teng bo'ladi 6 ga. B2 6 ga teng bo'lsa, B2 ning kvadrati B1 plus B3 ning kvadrati teng bo'ladi 133 dan B2 ning kvadrati, ya'ni 36 ni ayirganimizga teng bo'ladi. 36 ni ayiradigan bo'lsak, 36 ni ayiramiz. Demak, 133 minus 36 7 9 97 ga teng bo'lar ekan. 97. Endi bu ikkalasini sistema qiladigan bo'lsak, ushbu ikkalasini sistema qilishimiz kerak. Shunday o'ylab topsak ham bo'ladi. Ya'ni B1 bilan B3 ni yig'indisi 13 ga teng bo'lishi kerak, kvadratlar yig'indisi 97 ga teng bo'lishi kerak. Bu qanaydir 9 bilan 9 ni kvadrati bilan 2 ning kvadrati, ya'ni 4. 81 va 4 bo'lishi kerak. Kvadratlar yig'indisi. O'zlari esa 9 bilan 2 bo'lishi kerak. Yo'q. Bu yerda 9 va 4 kombinatsiyasi 9 ni kvadrati 81, 4 ni kvadrati 16 qo'shsak 97 bo'ladi. Yig'indisi esa 13 ga teng bo'ladi. Demak, qaysi biridir 9 ga, qaysi biridir 4 ga teng bo'lishi kerak. Lekin masala shartida kamayuvchi geometrik progressiya deyapti. Demak, B1 katta bo'ladi B2 dan. Shuning uchun kamayuvchi bo'lgani uchun hadlari kamayib ketaveradi. Demak, B1 bu yerda 9 ga teng bo'ladi, B3 esa 4 ga teng bo'ladi. Bu yerda B2 6 ga ham teng. Demak, 6ligini oldini topib olganmiz. Endi q ni topib oladigan bo'lsak, q teng bo'ladi, ya'ni B2 bo'lingan B1 2/3 ga teng bo'ladi. Endi dastlabki 5 ta adadini yig'indisini hisoblaymiz. S5
S5. B1 9 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 beshinchisi, ya'ni 32 bo'lingan 243 minus 1. 2 taqsim 3 minus 1. Hisoblasak 1 taqsim 3 minuslar qisqaradi. 27. 27 ko'paytirilgan 32 taqsim 243 minus bu minusdan plus 27 bo'ladi. Qisqartiramiz 9 ga. 27 minus 32 taqsim 9. Buni hisoblasak 9 3 tadan bo'ladi. Qayerga yozsak bo'ladi? Mana shu yerga yozamiz. Demak, 27 ayrilgan 3,5 taqsim 9. 3 ni bunga ta'sirlashtirsak 24 minus 5 taqsim 9. 24 dan bitta ajratsak 23 plus 1 minus 5 taqsim 9. Bu 9. 23. 9 ni 1 ga ko'paytirib 5 ni ayiradigan bo'lsak 4 taqsim 9. Ya'ni 23,4 taqsim 9. 4 taqsim 9. B javob. 10-chi savol. Demak, x taqsim y berilgan. Demak, y minus 3 taqsim 5 bo'lib olmasigan. Shuning qiymatini toping deyapti. Bunga son berib ketsak bo'ladi. X tenglik 4, y tenglik 1 beradigan bo'lsak, xo'sh, 4 plus 1 plus 3 x ga 4 plus 6 plus 6 4 8 bo'lingan 12 16. 1 taqsim 2. B javob. 11. Ifodani soddalashtiring deyilmoqda. Umum mahraj beramiz. Umum mahraj bersak x y tadan, bunga y, bunga x, bunga esa 1 da o'zi. Yozsak x plus y plus 1 bo'ladi va bunga ko'paytiradigan bo'lsak a plus b a minus b, ya'ni x plus y ning kvadrati minus 1 ga teng bo'ladi. Shuni yozib olamiz. X plus y ning kvadrati minus 1. Mahrajda x ning kvadrati y ning kvadratidan umum mahraj beradigan bo'lsak, bunga y kvadratidan y kvadrat, bunga x kvadratidan x kvadrat plus bunda xy plus ikkita xy va minus 1. Minus 1. Yozadigan bo'lsak, bunga e'tibor bersak, x plus y ning kvadrati bor va minus 1 bor. Bu ifodaga teng. X, y, x kvadrat, y kvadrat. Bittadan qisqartirsak, x, y. Ya'ni A javob. 12. Demak, kosinus alfa 3 taqsim 5 ekan va 0 pi taqsim 2, ya'ni birinchi chorakda A teng bo'lyapti sinus alfaga, B teng bo'lyapti tangens alfaga, C teng bo'lyapti tangens kotangens alfaga. A ni yozadigan bo'lsak 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. B ni yozadigan bo'lsak 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. C ni yozadigan bo'lsak 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Endi hammasini mahrajlarni bir xil qiladigan bo'lsak 60 bo'lish kerak. 12 ko'paytiramiz. A 12 ko'paytirsak 48, 12 ko'paytirsak 48, yo'q. 60 bo'lish uchun 20, ya'ni 80 taqsim 60 bo'ladi. Buni ham mahrajini 60 qilishimiz kerak, ya'ni 15 ko'paytiramiz. 45 bo'lingan 60. Demak, bu A ga teng, bu B ga teng, bu C ga teng.
Endi sonlarni o'sish tartibi yozing degan. Demak, eng kichkinasidan boshlashimiz kerak. Demak, eng kichkinasi S ekan, katta bo'lyapti A, katta bo'lyapti B. S A B. Bu C varianti. 13. Kosinus alfa plus ilzosi 3 kosinus beta teng 0 bo'lyapti. 2 alfaga betani qo'shsak 180 gradus bo'lyapti. Demak, alfa minus betani qiymatini toping deyilmoqda. Xo'sh. Alfaga 30 gradus bersak, ilzosi 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi va betaga 120 gradus bersak, minus ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Chunki 120 gradus minus 1 taqsim 2 ga teng, ilzosi 3 ga ko'paytirsak minus ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Teng 0, ya'ni tenglikni qanoatlantiradi. Bu tenglikni qanoatlantiradimi? 32 ga ko'paytirsak 60 plus betani 120 ni qo'ysak 180 ga teng bo'ladi. Demak, tenglikni qanoatlantiradi. Alfa 30 minus beta 20, 120. Modulni hisoblasak 90. Keyingi masala tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'isini hisoblang deyapti. Xo'sh, 2 ni oldiga tushiramiz avval. Demak, 2 ning kvadratini x kvadrat minus x sinsi darajasi minus 2 ni oldiga tushirsak 4 ga ko'paytiramiz. 68 ko'paygan 2 darajasi x kvadrat minus x plus 256 tenglik 0. Demak, 2 darajasi x kvadrat minus x ni t deb belgilash kiritamiz. T deb belgilash kirityapmiz. Endi bu t kvadrat minus 68 da t plus 256 teng 0. T bu yerdan 64 va t barobar 4 ga teng bo'ladi. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2 darajasi x kvadrat minus x teng bo'lyapti 2 darajasi 6 ga. 2 darajasi x kvadrat minus x teng bo'lyapti 2 darajasi kvadratga. Ya'ni asoslarni tashlab yuborsak, x kvadrat minus x minus 6 teng 0. X kvadrat minus x minus 2 teng 0. Bunda ham 1, bunda ham 1. Qo'ysak 2 ga teng bo'ladi. Demak, ildizdan yig'indisini so'rayapti. Yoki ildizdan top qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda minus 2 va 3. Bu yerda 2 va minus 1. Shunday. Tenglamaning haqiqiy ildizlar ko'paytmasi so'rayapti 15 ga. Xo'sh. 2 taqsim 3 ayrilgan logaritm x asos kara 3 teng bo'lyapti logaritm 3 asos kara 2 ko'paygan buni 1 taqsim logaritm x asos kara 32 desak bo'ladi. Minus 2 taqsim 5 va 1 taqsim 2 bo'lsa 2 oldiga tushadi. Logaritm x asos kara 3. Endi buni maydaladigan bo'lsak, 2 darajasi keltirsak 1 taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni shu ifodani o'zini mana bu burchakka soddalashtiraman. Logaritm 3 asos kara 2 ko'paytiryapmiz. Demak, 5 chiqadi. Logaritm x asos kara 2 teng bo'lyapti. 1 taqsim 5 bo'lyapti. Logaritm 3 asos kara 2 logaritm 2 asos kara x asos kara 2. Xo'sh, buni teskari qilib yozsak bo'ladi. Ya'ni logaritm 2 asos kara x logaritm 2 asos kara 3. Demak, bu logaritmning asoslari bir xil bo'lgani uchun bitta logaritmlik asosga keltirsak bo'ladi. Ya'ni logaritm 3 asos kara x ga. Demak, mana bu ifodamiz 1 taqsim 5 logaritm 3 asos kara x ga teng ekan. Bo'ldi, endi buni o'chirib tashlaymiz. Demak,
Buni o'rniga ham shuni yozib ketamiz. Tak 1 taqsim 5 logaritm 3 asos ko'ra x. Tak, bu yerda minus bor. Endi buni ham o'chirib qo'yaylik. Yetarlicha joy bo'lish uchun. Endi logaritm 3 asos ko'ra x ni t deb belgilash kiritsak, 2 taqsim 3 minus 1 taqsim t tenglik bu t ga teng bo'ladi. Demak, t taqsim 5 minus 2 taqsim 4 taqsim 5 taqsim t. 15 t ga ko'paytirib yuborsak, 10 t ayrilgan 15 teng bo'lyapti. Xo'sh, 3 t kvadrat minus 12 ga 3 t kvadrat minus 10 t plus qo'ysak 3 ga teng bo'ladi. Teng 0. Demak, t kvadrat minus 10 t plus 9 teng 0. T barobar 9 taqsim 3. T barobar 1 taqsim 3. T barobar 3 va T barobar 1 taqsim 3 ekan ildizlari. Xo'sh, T deb belgilash kiritganimiz logaritm 3 asos ko'ra x edi. Shuni 3 ga tenglashtirsak, x barobar 27. Logaritm 3 asos ko'ra x ni 1 taqsim 3 deydigan bo'lsak, x tenglik ko'pincha ildiz ostida 3. Demak, bizdan nimani so'rayapti? Ildizlarni ko'paytmasi. Demak, ikkalasini ko'paytirib qo'ysak, 27 ko'pincha ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Demak, C javob. 16. Tenglama nechta butun yechimga ega deyilmoqda? Xo'sh, buni kanalda bugun yechim qilgan edik. O'zi bir necha misollarni yechim qilganmiz kanalimizda. Bundan 2025 faktorialni chiqaramiz. Bu yerda 2026 plus 1 hosil bo'ladi. X kvadrat bor plus 2025 teng 0. Qisqartirsak 2026 ko'paygan 2027 qisqartiramiz 2027 larni. Xo'sh, x ni 4-si minus 2026 da x kvadrat plus 2025 teng 0. X kvadratni t deymiz. T kvadrat 2026 da t plus 2025 teng 0. T barobar 2025, t barobar 1. T deb biz x kvadrat belgilagan edik. Demak, x kvadrat tenglik 2025, x kvadrat tenglik 1. X tenglik plus minus 45, x tenglik plus minus 1. Demak, nechta butun yechimga ega deyapti? 4 ta butun yechimga ega. 17-savol. Demak, buni ham yechim qilganmiz. Demak, yechimda x4 minus 2025 ning kvadrati teng bo'lardi. Ildiz osti modul x minus 45 ga. Xo'sh, buni grafikini chizgan edik. Grafik xuddi shunday. Parabola bunday o'tib ketardi. Parabola simon bo'lardi. Shunday bo'lardi va bu minus 45 da va 45 da bo'lardi. Kesishardi. Bu grafik ham xuddi shunday bo'lardi-da. Ikkita kesishardi. Aynan 45 va minus 45 da. Demak, ikkita yechim bo'lardi. Tengsizlik nechta butun yechimga ega? Buni ham ishlaganmiz. Oson. Demak, quyida to'la kvadrat berilyapti yoki buni yozib olsak bo'ladi. Modulda x minus 2 qavsda modulda x minus
5. Demak, modulni ochib chiqadigan bo'lsak, yuqoridagi ifodani beradi. Demak, x minus 3 ning to'la kvadrati kichik bo'lyapti 0 dan. Endi koordinatal tekstligiga qo'ysak, buni qanoatlantiradi -5, -2, 2, 3 va 5. O'tkazib yuborsak, 3 dan o'tmaydi, chunki 3 ning darajasi bu yerda juft bo'lganligi uchun 3 dan o'tmaydi va qolgandan o'tadi. Manfilarni bo'yaymiz. Manfilari butun yechimlari -5 dan 2 gacha, -2 gacha, -4 bor, -3 bor. Xo'sh, 2 dan 3 gacha yo'q, 3 dan 5 gacha bitta 4 bor. Demak, 4, -4 va -3. Demak, 3 ta yechimga ega ekan. Sejavob. 19. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta deyilmoqda? Demak, 2 - x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak, x kichik yoki teng bo'lishi kerak 2 dan. Modul ochib chiqadigan bo'lsak, x minus 2 ning kvadrat bo'lgani uchun modul kvadrat bilan ildiz qisqaradi. -5 da x minus 2 -6 kichik 0. X 2 dan kichik bo'lganligi uchun buni 2 minus x deb o'tsak bo'ladi. 5 ko'paygan 2 minus x -6 kichik 0. Demak, ildiz ostida 2 minus x ni tenglashtiramiz t ga. T kvadrat -5 da t -6 kichik bo'lyapti 0 dan. T -5 t -1 kichik bo'lyapti 0 dan. T ni o'rniga ifodani qaytib qo'yadigan bo'lsak, 2 minus x -5 2 minus x bu yerda 6 to'g'rimi? 6 va plus 1 bo'lishi kerak. Yig'indisi shunda -5, ko'paytmasi -6 beryapti. Shu yerda adashibmiz. Teng +1 kichik 0. Demak, bu har doim musbat, demak qisqartirib olamiz. Aniqlanish sohasini olganmiz. Bundan tashqari, buni endi 2 minus x kichik 6 qilib ishlaymiz, chunki bu qisqarib ketdi. Buni ishlaydigan bo'lsa, 2 minus x kichik 36, x katta bo'lyapti -34 dan. Demak, oraliq -34 dan 2 gacha. 2 ning o'zi kiradi. Demak, -33 dan toki 2 gacha. Umumiy hisobda 36 ta yechim bo'lyapti. 33 dan 2 gacha umumiy hisobda 35 ta bor va 0 ham hisobga kirsa 36 ta bo'ladi. 20. Xo'sh, rasmda parabola berilgan, ya'ni kvadrat funksiya. Demak, koordinatalar bor, 3 ning koordinatalari bor. Demak, yozib olishimiz mumkin. Y barobar x f ad x deb yozsak, f ad x tenglik a ko'paytirilgan x minus 3 ning kvadrati plus 5. Xuddi shu parabola berilgan. Undan tashqari ham bitta nuqta berilgan. Bu nuqta orqali a ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni 0 16 taqsim 5. Xo'sh, 0 tenglik a ko'paytirilgan yo'q. 16 taqsim 5 teng bo'lyapti a ko'paytirilgan 0 ni qo'ysak 3 ning kvadrati plus 5. A ni topadigan bo'lsak 5 da ayirsak 25 da ayirsak minus 9 taqsim 5. Bu yerda ham 9 bor. 9 lar qisqaradi. A tenglik minus 1 taqsim 5. A tenglik minus 1 taqsim 5. A topildi. Demak, f ad x funksiyani umumiy ko'rinishini yozishimiz mumkin. 1 taqsim 5 x minus 3 ning kvadrati plus 5 ga teng. 1 taqsim 5 ga ko'paytirib chiqsak minus 1 taqsim 5 da x kvadrat minus 6 taqsim 5 da plus bo'ladi. 6 taqsim 5 da x va minus 9 taqsim 5 plus 5. Endi f18 ni hisoblashimiz kerak. F18 nimaga teng bo'ladi?
18 kvadrati minus 324 taqsim 5 plus 6 kere 18 60 108 taqsim 5 ayrilgan bu 5 ga teng 25 9 dersak 16 plus 16 taqsim 5 hisoblasak 200 bo'ladi. Minus 200 bo'lingan 5 minus 40 minus 40 bo'lyapti. C javob. C javob. 21. Aniq integral berilgan. Aniq integralni hisoblashimiz kerak. Minus 1 oralig'ida buni ko'paytiruvchiga ajratsak 1 taqsim x kvadrat minus 1 taqsim x kvadrat plus 1 ga teng bo'ladi. U mahraj bersak shu ifodani beradi. Demak dx tenglik minus 1 oralig'ida birdan boshlang'ich olib borsak minus 1 taqsim x minus arctangens x chegara minus 1 gacha minus 1 minus pi taqsim 4 minus 1 minus pi taqsim 4 minus 2 minus pi taqsim 2 B javob. 22. Demak bu takrorlangan misol. Demak bizga bu ifoda so'ralgan. Bu ifoda qachon bu ifodaga kelamiz? Xo'sh, 20 ko'paytirilgan undan bitta kam, ya'ni 19. 19 ko'paytirilgan undan bitta kam 18. Qachon shu ifodalarga kelamiz? Qachonki hosila olsak, oldiga tushib daraja bitta kamayadi. Ikkinchi marta hosil olganimizda yana oldiga tushib daraja bittaga kamayardi. Demak, funksiyadan 2 marta hosil olamiz. Funksiya emas, tenglikdan 2 marta hosil olamiz. 1 marta hosil olganimizda 20 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 3x plus 4 19 darajasi teng bo'ladi 20 ko'paytirilgan S0 x ni 19-si plus 19 ko'paytirilgan S1 x ni 18-si va hokazo. S 19 bo'ladi. Demak bu ozod xat bo'lgani uchun 0 ga teng bo'ladi hosilasi. Bir marta hosil oldik. Yana bir marta hosil olsak 20 ko'paytirilgan 3 kara yana bitta 3 bo'ladi. 19 oldiga tushadi. 3x plus 4 ni 18-si teng bo'lyapti. Yana bitta hosil olsak 20 ko'paytirilgan 19 S0 x ni 18-si plus bo'lyapti 19 ko'paytirilgan 18 S1 x ni 17-si va hokazo. Demak bu yerda x kvadrat haddan bor edi-da. X S18 x kvadrat bor edi. Hosil olganimizda 2 oldiga tushdi. 2 ta S18 x. Bu yerda shu edi va oldiga tushgan. Endi 2 ta S18 bo'ladi. Hosil olsak yana bir marta, ikkinchi marta. Demak, x ning o'rniga minus 1 beradigan bo'lsak, mana bu ifodalar x lar yo'qoladi va bir marta minuslik, bir marta pluslik, chunki daraja bir marta tog', bir marta juft. Bu yerda ham bir marta plus, bir marta minus berilgan. Shuning uchun x ning o'rniga minus 1 beramiz. Minus 1 bersak, bu tomonni hisoblasak, necha bo'ladi? 10260 teng bo'ladi 20 ko'paytirilgan 19 S0 minus 19 ko'paytirilgan 18 S1 o'zi va hokazo 2 S1 S18 shu ifoda paydo bo'ladi. Bu yerda 2 kere 1 qolib ketgan ekan. Shu hosil bo'ladi. Demak javob B.
Chunki bu original savol 27 yo 28 dekabr sanasidan tushgan. 23. Aylananing vatari 8 ga teng bo'lsa, u 90 gradusli yo'lda tortib tursa, aylana radiusini toping deyilmoqda. Aylana chizaylik. Aylanaga o'xshamadi. Demak, aylana berilgan va vatar bor. Vatar uzunligi 8 ga teng ekan va u 90 gradusli yo'lda tortib turar ekan. 90 gradus olamiz. Demak, bu 90 gradusga teng. Bu radius. Aylana radiusini toping demoqda. Demak, 2 radius teng 8 ga teng bo'ladi. Ildiz ikkita radius 8 ga teng bo'ladi. R barobar 8 taqsim ildiz 2. 4 ildiz 2 teng bo'ladi. Rasmiyatni to'rtsak. Bu esa C javobda berilgan. 24. Quyidagi grafiklardan nechtasi funksiya bo'ladi? Demak, funksiya bo'lish uchun bitta x qiymat beradigan bo'lsak, bitta y chiqishi kerak. Bu yerda esa ikkita y chiqyapti. Demak, bu oshkormas funksiya bo'ladi. Aylana tenglamasi. Shuning uchun bu funksiya bo'lolmaydi. Bu esa bitta x ga bitta y to'g'ri kelyapti. Demak, bu funksiya bo'la olgan. 3. Bu ham funksiya bo'la olmaydi, chunki bitta x ga ikkita y to'g'ri kelyapti. Ya'ni ordinatadan ikkita to'g'ri kelyapti. Bu ham bo'lmaydi. Bu ham xuddi shunday, bitta x bersak, ikkita y to'g'ri kelyapti. Ya'ni ordinatasi ikkita chiqyapti. Bu ham funksiya bo'la olmaydi. Demak, bitta. A javob. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning B to'g'ri burchagi bisektrissasi AC gipotenuzani 5 va 2/5 ga kesmalarga ajratadi. Xo'sh. To'g'ri burchakli uchburchak ekan. Xo'sh. Burchak AC gipotenuza, demak A C, demak to'g'ri burchagi B uchida ekan. B to'g'ri burchak bisektrisa A, bisektrisa o'tkazilgan. Bisektrisa bu 45 ga bo'ladi. Ildiz 5 va 2 ildiz 5 ga bo'ladi. Demak, bisektrisa xossasiga ko'ra tomonlar nisbati ajratgan kesmalar nisbati kabi. Demak, ajratgan kesmalar nisbati 1 2 bo'lgandan keyin gipotenuz katetlar ham x va 2x ga teng bo'ladi. Demak, Pifagor teoremasini yozamiz. X kvadrat plus 4x kvadrat teng bo'lyapti 3 ildiz 5 ga, ya'ni 45 ga. Kvadrati 45 bo'ladi-da. Demak, hisoblasak 5x kvadrat teng bo'lyapti 45, qisqarsa 9, x barobar 3 ga. Demak, bitta kateti 3 ga teng, bitta kateti 6 ga teng. Ko'paytirib 2 ga bo'lsak 100 ga chiqadi 9. B javob. Xo'sh, 26. Buni ham kanalda yechim qilib tashlaganmiz. Yana bir marta yechim qilamiz. Xo'sh, uchburchak berilgan, bisektrisalar o'tkazilgan. Mana bu S yuzani so'rayapti. Xo'sh, bisektrisa xossasidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu bisektrisa katta asosni, AC asosni 4 va 8 nisbatda bo'lyapti. Ya'ni 1 va 2 nisbatda bo'lyapti. Demak, tomonlar nisbati ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Demak, bu 6 bo'lsa, bu 12 bo'lishi kerak. Demak, tomonlar nisbati ham 2 1 bo'ldi endi. Demak, bu 4 bo'lsa, bu 8 bo'lsa 12, bu ham 12. Demak, teng yonli uchburchak ekan. Demak, 3-chi bisektrisasi ham shu nuqtadan o'tadi.
Bundan tashqari bu balandlik ham bo'ladi, mediana ham bo'ladi. Endi boshqa xossadan foydalansak, ya'ni bu bisektrisa uchun foydalansak, bu bisektrisa 6 va 12. Bu ham 1:2 nisbatda bo'lyapti. Demak, mana bu tomonni 1:2 nisbatda bo'lish kerak. 1:2 nisbatda bo'lsa, buni x deydigan bo'lsak, bu 2x bo'lish kerak. 3x tenglik 12, 12 ga x tenglik 4 ga. X tenglik 4 ga. Demak, bu 4 ekan, bu yer esa 8 ekan. Endi mana bu uchburchak uchun ham, mana bu uchburchak uchun ham mana bu uchidan chiqqan bisektrisa bo'lyapti. Ya'ni bu uchun ham xuddi shu xossani qo'llasak bo'ladi. Ya'ni 6 4, ya'ni 3 2 nisbatda. Demak, bu 3x bo'ladi, bu 2x bo'ladi. Endi ixtiyor uchburchakda uchidan chiqqan, bir uchidan chiqqan va qarama-qarshi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, yuzalarni ham xuddi shu nisbatda bo'lardi. Demak, buni 2s1 desam, umumiy mana bu uchburchak uchun 3s1 bo'ladi. Demak, 5s1 bu bisektrisa esa 2:1 nisbatda bo'lyapti. Umumiy 5s1 bo'lsa, bu tomon mana bu uchburchak 10s1 bo'lish kerak. Lekin bizda bitta katta s ham bor. Demak, bu uchburchak 10s1 minus s ga teng. Sababi 10s1 plus s ga s qo'shganimizda 10s1 chiqish kerak. Ya'ni mana bu 5 ta s1 bo'lyapti bu hisobda. 3s1, 2s1, 5s1 bo'ladi. Shundan ko'ra 2 marta katta bo'lish kerak bu yuza. Chunki mana bu 4 bilan 8, 4 ni 8 ga bo'lsak 1:2. Ya'ni yuzalar ham 1:2 nisbatda bo'lish kerak. Bundan ko'ra 2 marta katta bo'lish kerak. Demak, s'lar qisqaradi, 10s1 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri yozdik. Bundan tashqari, mana bu uchburchak uchun ham yuzalar mana bu uchburchak yuzi bundan ko'ra 2 marta kichik bo'ladi. Demak, bu uchburchak yuzini topib 2 ko'paytirsam, bunga teng bo'lish kerak. Bu uchburchak yuzi nimaga teng? 3s1 plus 3s1 10s1 plus minus s, ya'ni buni yozib olyapman. 3s1 plus 10s1 minus s. Shuni 2 ga ko'paytirsam, mana bu yuzani beradi. Ya'ni 2 marta katta bo'lish kerak. Demak, 2s1 plus katta s. Bu yerdan 13s1 26s1 minus 2s teng bo'lyapti 2s1 plus s ga. Xo'sh, s ni topadigan bo'lsak 24 ta bo'ladi, 3 ta. 24 ni 3 ga bo'lsak 8 ta s1. Demak, shu s yuzamiz 8 ta s1 ga teng ekan. Endi katta uchburchakda yuzasidan foydalanamiz. Demak, katta uchburchak yuzasi nechiga teng? 3s1 bor, 2s1 bor, 5s1 bo'ldi. Bu tomon 10s1. Demak, 15s1 ga teng ekan katta uchburchak yuzi. Endi katta uchburchak yuzi o'zi nimaga teng? Demak, balandligimiz bor. Bu 3, bu esa 12. Balandlik topsak bo'ladi. Balandlikning kvadrati teng bo'ladi 144 minus 9 ga 135. Balandlik teng 3 ildiz 15 ga teng bo'ladi. Balandlik shunga teng bo'ladi. Xo'sh, 3 ildiz 15 ko'paytirilgan asosni ko'paytiramiz 6 ga, bo'lamiz 2 ga. Qisqartiramiz. Xo'sh, qisqartirsak 3, 9 ildiz 15. Buni ham qisqartirsak 5 ga, s1 teng bo'lyapti. Xo'sh, 3 ildiz 15 bo'lingan 5 ga. Endi s1 tayyor, bizga 8 ta s1 kerak s topish uchun. Demak, ikkala tomondan 8 ga ko'paytiramiz. 8 ga ko'paytirsak 3 kara 8 24 ildiz 15 bo'lingan 5. Demak, bizdan so'rayotgan yuza 24 ildiz 15 bo'lingan 5 ga teng bo'lar ekan. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. 27. Xo'sh, ABCD trapesiya berilgan. BC va AD mos ravishda 7 va 27 ga teng. AB va CD yon tomonlari esa mos ravishda 12 va 16 ga teng. ABCD trapesiya yuzini toping deyilmoqda.
Yuzini topish oson, chunki parallelogram o'tkazsak, ya'ni parallel o'tkazsak, bu asosga qarab, bu yon tomonga qarab, bu 12 bo'ladi va bu 7 tushadi parallelligidan. 7 bo'lsa, bu yerda 20 bo'ladi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, Pifagor uchburchagi bor. Ya'ni bu yer 90 gradus bo'ladi. Demak, 3x, 4x, 5x nisbatda 90 gradus bo'ladi. Endi bu yerda balandlik topa oladigan bo'lsak, balandlik bu uchburchak uchun ham, mana bu parallelogram uchun ham bitta balandlik. Undan tashqari trapez uchun ham bitta balandlik. Farq yo'q. Xo'sh, bu yerdan yuzadan foydalanamiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi 12 ko'paytirilgan 16 bo'lingan 2. Ya'ni 6 kara 16 bu 96 ga teng bo'ladi. 96 ga teng bo'lyapti. Shu teng bo'lyapti yana h ko'paytirilgan 20 bo'lingan 2 ga. Qisqartirsam 10 bo'ladi. H ni topadigan bo'lsam, yana 2 ga qisqartirsam 48 bo'lingan 5 bo'lar ekan. Balandligimiz 48 bo'lingan 5 ga teng. Endi parallelogram yuzini topadigan bo'lsak, parallelogram yuzi asos ko'paytirilgan balandlik 100 ga teng. Ya'ni asosi 7 ga teng, balandligi 48 5 ga teng. Hisoblasak, 56 5 28 33 336 bo'lingan 5 ga teng. Endi umumiy yuzani topishimiz uchun parallelogram yuziga uchburchak yuzini qo'shadigan bo'lsak, umumiy trapeziyaning yuzi kelib chiqadi. Shunday qilamiz. Demak, parallelogram yuzi bor, uchburchak yuzi ham mana bu yerda 96 hisobladik. Demak, 96 plus buni bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, 30 35 yana 67 bo'ladi. 1 taqsim 5 yana. Hisoblaydigan bo'lsak 163 1 taqsim 5. Demak, A javob. A javob bo'lar ekan. Xo'sh, 28. Demak, muntazam n burchakning eng kichik diagonali orasidagi burchak 120 gradus teng bo'lsa, muntazam n burchakning nechta tomoni bor deyapti. Xullas, n ni topishimiz kerak-da. Bu umumiyni alfa desak, bu ham alfa bo'lishi kerak. Buni beta deymiz, bu ham beta. Demak, hozir umumiy alfa dedik. Endi alfadan 2 betani ayirib tashlaymiz. Bu 120 ga teng bo'ladi. Bu beta bo'lgandan keyin teng yo'lli uchburchak bo'lgandan bu ham beta. Ya'ni alfa plus 2 beta 180 bo'lishi kerak. Qo'shib yuborsak, alfani topsak 150 gradus bo'lar ekan. Xo'sh, 150 gradus bo'lgandan keyin muntazam va 150 qachon 150 gradus bo'lardi ichki burchaklarida. Bitta ichki burchagi. Demak, 12 burchakda. 12 burchakning bitta burchagi 15 150 gradus bo'ladi. Xo'sh, 29. Uchburchak Dekart koordinat sistemasida joylashtirilgan. Uchburchak uchlardan shularga teng ekan, bissektrisa o'tkazilgan. Bissektrisa uzunligini toping deyilmoqda. Xo'sh, topamiz. Avval uzunligini topaylik buni. 4 dan 1 desak 3 3 kvadrat 9 1 ilzost 10 ga teng ekan. Demak, bundan 5 dan 1 da 4 desak 1 1 kvadrat 1 3. Bu ham ilzost 10 ga teng ekan. Bu esa 5 dan 1 desak 4 4 kvadrat 16 20. Ilzost 20 ga teng ekan. Demak, ikki nuqta orasidagi masofaga qo'yib tomonlarni topib olyapmiz. Yoki vektor desa, vektor uzunligini topsak ham bo'ladi, ikkalasi bir narsa. Xo'sh, e'tibor beradigan bo'lsak, ilzost 10, ilzost 10 bu teng yo'lli uchburchak. Undan tashqari qarshidagi bu tomon esa ilzost 20 ga teng. Ya'ni ilzost 2 ko'paytirilgan. Demak, bu 90 gradusli uchburchak ekan. 90 gradusli uchburchak bo'lsa,
tenglik o'rinli bo'ladi. Xo'sh, endi L ni topishimiz uchun AL uzunligini topishimiz kerak-da. AL uzunligini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Tomonlar nisbati qilamiz. Demak, bisektriya xossasi tomonlar nisbati ajratgan kesmalar nisbati kabi. Bular nisbati qanday? Bular nisbati 1 taqsim L o'z 2 mi? Demak, buni x deydigan bo'lsak, bu L o'z 2 ta x bo'lar ekan. Shuni qo'shib L o'z 10 ga tenglashtiramiz. X plus L o'z 2 ta x ni L o'z 10 ga tenglashtirsak, x chiqarsak 1 plus L o'z 2 L o'z 10 ga teng bo'ladi. X topadigan bo'lsak, L o'z 10 1 plus L o'z 2. Endi L o'z 2 minus 1 ga ko'paytirib 10 ga ko'paytirsak, ya'ni irratsionallikdan qutqarsak makhraj 1 bo'ladi. 10 L o'z 2 minus 10 ga teng. Ya'ni x shunga teng bo'lyapti. Endi AL topishimiz uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Ya'ni mana bu uchburchak ham 90 gradusli uchburchak bo'lyapti. Shu uchburchak. Demak, 10 plus x ning kvadrati, ya'ni 10 L o'z 2 minus 10 ning kvadrati teng bo'lyapti AL ning kvadratiga. Hisoblaydigan bo'lsak, xo'sh, 10 plus 200 bo'lyapti. To'g'rimi? 200 ayrilgan 100 200 L o'z 2 qo'shilgan, ya'ni 100 teng bo'lyapti AL ning kvadratiga. L ning kvadratiga. Xo'sh, hisoblaydigan bo'lsak, 200 300 bo'lyapti. 310. Bu yerda xato qilmadikmi? 10 L o'z 2 minus 10. Bu yerda xato qilgan ekanmiz. Bu yerda L o'z 10 ni 10 deb yozib ketganmiz. Bu ham L o'z 10. Demak, o'chiramiz. Demak, L o'z 10 ko'paytirsak L o'z 20. To'g'rimi? Ayrilgan L o'z 10. Shuni kvadratini hisoblasak, 10 plus 20 plus L o'z yana 10 minus 2 L o'z 200 teng bo'lyapti AL ning kvadratiga. Xo'sh, hisoblasak, 40 minus bundan 10 chiqarsak 20 L o'z 10 ga teng. 20 L o'z 2 ekan. Chunki 100 desak L o'z 2 olib ketadi. Shuni L chiqarsak, demak AL ning uzunligi kelib chiqadi. Demak, qaysi variantda? B varianti. B varianti. Xo'sh, 30. Muntazam to'rtburchakli piramidaning to'la sirtining yuzi asosining yuzidan 3 marta katta bo'lsa, yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi burchak tangisini toping. Xo'sh, to'rtburchak. To'rtburchak. Xo'sh, piramida ekan bu. Yo'qsak. Chizib oladigan bo'lsak, piramida. Xo'sh, piramida demak kvadratga teng, a ga teng. Xo'sh, S to'la nimaga teng bo'ladi? S to'la. Demak, 3 ta uchburchakka teng bo'ladi, ya'ni S uchburchakka teng plus a kvadratga teng. To'g'rimi? Bu S to'laga teng. Sharti nima deyilgan? To'rtburchak to'la sirtining yuzi
asosining yuzidan 3 marta katta. Demak, bu 3a kvadratga teng ekan. Demak, 2a kvadrat teng bo'lyapti 3 bu tomonga o'tkazib 2a kvadrat 3s 3 burchakka teng bo'lyapti. Xo'sh, to'g'ri yozishim o'zi. Perimetr to'la sirtining yuzi asos yuzidan 3 marta katta bo'lsa, asos yuzidan 3 marta katta. Bu katta ekan, demak 3 ga ko'paytirdik. To'g'ri. Demak, s 3 burchak bo'lingan a kvadrat 2 taqsim 3 ga teng bo'lyaptimi? 2 taqsim 3 ga teng. Yo'q, bu yerda adashib ketibmiz-ku. Demak, bu yerda 3 ta emas, 4 ta bo'ladi. 4 ta 3 burchak. 4 ta 3 burchak bo'lyapti. Mana bu 3 burchak. Bu 3 burchak yuzlari tengda. Bu 3 burchak orqasidagi bitta 3 burchak, bu yerda 3 burchak va bu 3 burchak. Demak, yoqlar 4 ta bo'lar edi-ku. 4 s 3 burchak teng bo'lyapti 2 ta a kvadratga. 2 lar qisqaradi, demak a kvadrat teng bo'lyapti s 3 burchakka. 2 ta s 3 burchakka. Xo'sh, kosinus fi nimaga teng bo'lardi? Ya'ni asos tekisligi orasidagi burchak. A kvadrat taqsim 2 s 3 burchakka teng bo'ladi. Xo'sh, ga teng bo'lardi va bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ga. Shu formulaga ko'ra 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, fi bu yerda 60 gradus. 60 gradus bo'lganda tangens so'rayapti. Tangens 60 gradusda 53 ga teng bo'ladi. 53 ga teng bo'ladi. Bu yerda hozir buni yozish sal shubhali bo'lyapti. Demak, kosinus alfa bu 1 taqsim 2 ni o'ziga teng bo'lyapti-da. Shunday formula bor edi. Ya'ni yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati emas, yopishgan yuzani qarshidagi yuzaga nisbati. Demak, shundan 1 taqsim 2 lik kelib chiqadi. Bu yerdan 2s 3 burchak bo'lingan a kvadrat yozish shart emas. 1 taqsim 2 yozamiz. Xullas, tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. 31. 60 ning natural bo'luvchilari va 48 ning natural bo'luvchilari shu to'plam bo'lsa, shuni qism to'plamlar soni toping deyilmoqda. Demak, umumiy bo'luvchilar soni topishimiz kerak. UBS 60 va 48 ga. Demak, kub topamiz. 60 bilan 48 ga. Bu 12 ga teng bo'ladi. Bu esa 2 ning kvadrati kara 3. Natural bo'luvchilar soniga qo'ysak 2 ning kvadrati kara 3 teng bo'ladi 3 kara 2, ya'ni 6 ga. Demak, mana bu A birlashma B to'plamning 6 ta elementi bor. Qism to'plamlar soni 2 darajasi n bo'lganligi uchun 2 darajasi 6 64. C. 32. Raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan uchqunli sonlar qog'ozchaga yozib chiqilib, bundan tanlangan. Xo'sh, ehtimoliy nazariyasi, buni ham Telegram kanalimizda ko'rganmiz. Xo'sh, x, y, z ko'rinishda uchqunli son berilyapti. X plus y plus z teng bo'lyapti 7 ga. Yig'indisi 7 ga teng bo'lyapti. Xo'sh, agar x ixtiyoriy A1, A2 va hokazo An ta teng k ga bo'lsa, bu yerda n ta yig'indi bor. Yig'indi k ga teng bo'lsa, buni yechimlar sonini topishimiz mumkin. Ya'ni k plus n minus 1, n minus 1. Batafsil bilmoqchi bo'lsalaring, kanalda
yaxshilab tushuntirganman. Shunga teng bo'ladi. Demak, ehtimollik topish uchun n taqsim m qilardik. Demak, m bu yerda umumiy sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar, n esa qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni. Umumiysini topish uchun biz shu formulaga qo'yishimiz kerak. Lekin bu yerda x ni biz 0 ga teng deb ola olmaymiz. Chunki 0 bilan boshlanadigan uch xonali sonlar yo'q. Shuning uchun x katta yoki teng 1 bo'lyapti. Bu qachon o'rinli? Qachonki a1 ham katta yoki teng 0 bo'lsin, a2 ham katta yoki teng 0 bo'lsin, ixtiyoriy musbat yechimlar uchun-da bu. Shuning uchun x minus 1 katta yoki teng 0. Qachonki x dan 1 da ayirganimizdagina 0 dan katta bo'lar ekan. Demak, ikkala tomondan ham minus 1 da ayirishimiz kerak. Yo'q, 1 da ayirishimiz kerak. Demak, x minus 1 plus y plus z teng bo'lyapti 7 minus 1, ya'ni 6 ga. Formula qo'yamiz. 6 plus 3 minus 1, demak 3 minus 1. Demak, 8 u 2 28 ga teng bo'ladi. Endi bizga m topildi 28 ligi. N topishimiz kerak. N necha? Xo'sh, endi keyingi shartdan foydalanamiz. Bulardan tanlangan son juft son bo'lish ehtimoli toping deyapti. Juft bo'lish uchun z juft bo'lish kerak. Demak, mana bu oxirgi raqami juft bo'lish kerak. 0 bo'lishi mumkin, 2, 4, 6 bo'lishi mumkin. 8 bo'la olmaydi, chunki 8 bo'lsa x plus y minus 1 ga teng bo'lib qoladi, minus 1 ga teng bo'la olmaydi raqamdan yig'iniz. Z o'rniga 0 qo'ysak, x plus y'imiz 7 bo'ladi. Endi x plus y 7 bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan yozib chiqamiz. Demak, x teng 1 bo'lsa, y teng 6 bo'ladi. X teng 2 bo'lsa, y teng 5 bo'ladi. X tenglik 3 bo'lsa, y tenglik 4 bo'ladi. X tenglik 4 bo'lsa, y tenglik 3 bo'ladi. X tenglik 3 bo'lsa, yo'q 5 bo'lsa, y tenglik 2 bo'ladi. X tenglik 6 bo'lsa, y tenglik 1 bo'ladi. X tenglik 7 bo'lsa, y tenglik 0 bo'ladi. Umumiy hisoblar 7 ta. 7 ta bor. Endi z o'rniga 2 beramiz. 2 beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? X plus y'imiz teng bo'ladi 5 ga. X tenglik 1 bo'lsa, y tenglik 4 bo'ladi. X tenglik 2 bo'lsa, y tenglik 3 bo'ladi. X tenglik 3 bo'lsa, y tenglik 2 bo'ladi. X tenglik 4 bo'lsa, y tenglik 1 bo'ladi. X tenglik 5 bo'lsa, y tenglik 0 bo'ladi. Demak, bunda 5 ta. Keyin z tenglik 4 bo'lishi mumkin. X plus y'imiz 3 bo'la oladi. Demak, x tenglik 1 bo'ladigan bo'lsa, y tenglik 2 bo'ladi. X tenglik 2 bo'ladigan bo'lsa, y tenglik 1 bo'ladi. X tenglik 3 bo'ladigan bo'lsa, y tenglik 0 bo'ladi. Demak, 3 ta holat. Keyingisi z tenglik 6 bo'ladigan bo'lsa, x plus y'imiz demak nechaga teng bo'lishi kerak? 1 ga. Ya'ni z o'rniga 6 qo'yapmiz. 7 dan ayirsak 1 bo'ladi. Demak, x tenglik 1 bo'lsa, y tenglik 0. Faqat bitta yechim bor. Bitta. Qo'ysak 7 ga qo'shamiz 5 ni, qo'shamiz 3 ni. 7 qo'shamiz 3 plus 1. Demak, 16 ta. Demak, bizda qulaylik tug'diruvchilar 16 ta ekan. Endi n taqsim n ni hisoblaymiz. Ya'ni ehtimollikni n taqsim m 16 taqsim 28 qisqartirsak 4 taqsim 7. Demak, D-javob. 33, 34, 35. Xo'sh, rasmda konus ichiga eng katta hajmli silindr chizilgan. Demak, eng katta hajmli silindr deyapti. Avval silindr hajmini yozib olaylik. Silindr asosiy radiusini silindr asosining radiusini konus asosiy radiusiga nisbatini toping deyilmoqda. Demak, silindrning hajmi o'zi nimaga teng bo'lardi? Silindr hajmi S asos ko'paytirilgan balandlikka. Asosi
pi r kvadrat h bo'lyapti. Endi yozib oladigan bo'lsak, radius radiusga va bu yuqorida ham radius va buni qizil bilan belgilaylik. Bu va bu, ya'ni kichkina h bu silindrning balandligi, konusning balandligi esa katta h deb olamiz. Katta h deb oladigan bo'lsak, mana bu uzunlik katta h dan, ya'ni konusning balandligidan silindr balandligini ayirib tashlaganimizga teng bo'ladi. Undan tashqari, mana bu uzunlik konusning asosining radiusi, ya'ni katta r deb oladigan bo'lsak, katta r ga teng bo'ladi. Endi uchburchak o'xshashligi, mana buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Uchburchak o'xshashligi, ya'ni mana bu uchburchak bilan umumiy katta uchburchak o'xshash bo'lyapti. Shuni yozamiz. Demak, kichkina r taqsim katta r teng bo'lyapti h minus kichkina h taqsim h ga. Yo'q, kichkina h ga emas, katta h ga teng bo'ladi. Ya'ni umumiy katetimiz katta balandlikka teng. Kichkina katetimiz esa h minus kichkina h ga teng. Endi bu yerdan kichkina h topishimiz kerak va bu yerga olib kelib qo'yishimiz kerak. Kichkina h topadigan bo'lsak, r ko'paytirgan katta h teng bo'lyapti r katta h ayrilgan hr. Tenglikni bu tomonga o'tkazsak, hr teng bo'lyapti h chiqaradigan bo'lsak r minus r ga, h topadigan bo'lsak h 1 minus r taqsim r ga. Ya'ni r ni har biriga bo'lib chiqdim. H topildi. Endi yuqoridagi hajmga olib borib qo'yamiz. Hajm teng bo'ladi. H ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, h 1 minus r taqsim r ko'paytirilgan r kvadrat ko'paytirilgan pi. Pi h r kvadratni kirgizib yuborsak, r kvadrat minus r kub taqsim r. Demak, bundan hosila olib 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Hosila olsak 2r minus bu kub bo'ladi. Chunki kvadratni bitta r ga ko'paytirsak kub bo'ladi. Demak, 3 r kvadrat bo'lingan r teng 0 bo'lyapti. Demak, 2r teng bo'lyapti 3 r kvadrat taqsim r ga. Bitta rlarni qisqartirsak, 2 katta r teng bo'lyapti 3 r ga. Bizdan nimani so'ragandi? Silindr asosining radiusini, silindr asos radiusi ya'ni kichkina r, konus asosining radiusi ya'ni katta r ga nisbati. Demak, katta r ni bo'lib oladigan bo'lsak, 3 ni ko'p bo'lib oladigan bo'lsak, 2 taqsim 3 teng bo'lyapti r taqsim r ga. Demak, bizdan shuni so'rayotgandi. Demak, 2 taqsim 3 qaysi javobda? B javobda. Demak, 32 yo'q, 33 B bo'ladi. Endi silindr balandligi konus balandligi nisbatini toping deyilmoqda. Xo'sh, o'xshashlik koeffitsiyentini topib oldik. Demak, kichkina radiusni 2x deydigan bo'lsak, katta radius 3x bo'lyapti. Demak, katta balandlik 3h bo'lsa, kichik balandlik yoki katta balandlikni 3y deydigan bo'lsak, kichik balandlik 2y bo'ladi va bu yerga bu yerda silindrning balandligiga y qolib ketadi. Chunki umumiy hisobda 3y bo'lish kerak. Endi shu nisbatini olamiz. Demak, silindrning balandligi y ga teng dedik va konusning balandligini umumiy balandlik sifatida 2y qo'ysak 3y. Demak, 1 taqsim 3.
taqsim 3 a javobda ekan. Demak 34 a bo'lar ekan. 35. Silindr hajmini konus hajmiga nisbati. Silindrni radiusini kichkina r dedik va buni 2x degan edik. Katta radiusni 3x dedik. Shuni endi topamiz. Silindr hajmi nimaga teng bo'ladi? Pi r kvadrat, ya'ni 4x kvadrat. Demak balandligimizni y dedik yuqorida. Demak bu silindrniki, bu konusniki. Konusniki 1/3 bo'lardi. S asos, ya'ni bu pi qolib ketdi. Pi yozganmiz. Pi ko'paytirilgan 9x kvadrat. Faqat balandligi bu yerda 3y ga teng bo'ladi, chunki katta balandlik 3y. 3lar qisqaradi. Nisbat olib borsak v silindr taqsim v konus teng bo'ladi. Pi lar qisqaradi, x kvadratlar qisqaradi, y lar qisqaradi. Demak 4/9. Demak y bo'lar ekan. Shuning bilan 1 dan 35 gacha bo'lgan yechimlarimiz tugadi. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizdan uzoqlashmang.